kutmaganda qayerdandur voqealar bo'lar sodir, gohida hazil qilar taqdir. Yetti uxlab tushimga kirmagan ishlar bo'lsa, tasodif qodir ishlarga. Mana bugun ham uzoq o'tmishdan bir hodisa ro'y berdi birdan. Ulkan temir qush falakdan davom etardi parvozda. Men ko'zlar bilan qarasam, sen axir sen o'sha mening uyqusiz tunlarim, axir sen o'sha yozu kuz qish bahorim, axir sen o'sha avval qanotlantirib erkin esa. Mayli endi bu muhim emas, axir sen o'sha yoningda jajji qizcha xuddi o'zingga o'xsharkan yoshligingga, jilmayar menga senikiday ovozi bu mo'jiza, bu mening baxtli parvozim. To'lib toshgan hayajoning qalbaki kuvlab yashirding, zo'rla ushlab qolding ko'z yoshing. Nima sezdi vujuding, yo qiynaldi vijdoning, olib qochma mendan nigohing. Nega shu bugun kim bilardi ayt, aynan bizga bog'liq vaziyat. Bu holat qaydan, savol bermayman, sen qo'rqma, ayblamayman, yo'q daxling, shunchaki bir yurak bo'lgan endi chilparchan. Axir sen o'sha mening uyqusiz tunlarim, axir sen o'sha yozu kuz qish bahorim, axir sen o'sha avval qanotlantirib erkin esa. Mayli endi bu muhim emas, axir sen o'sha yoningda jajji qizcha xuddi o'zingga o'xsharkan yoshligingga, jilmayar menga senikiday ovozi bu mo'jiza, bu mening baxtli parvozim. Axir sen o'sha mening uyqusiz tunlarim, axir sen o'sha yozu kuz qish bahorim, axir sen o'sha avval qanotlantirib